Bunachilar qo'la idealdan so'raganmiz. Mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidan Chorva bozoridan ko'rsatishni boshladik. Kimga mana shunaqa buqalar kerak bo'lsa, aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalang, narxlarni kelishtirib berishadi. Shohidan bozorida dehqonlardan ishimiz, savdogar ishimiz, hammadan narxlar olib berishga harakat qilamiz. Kanalimizga bittadan like bos. Videoda oxirigacha ko'rsalang, videolarimiz juda ham manfaatli bo'ladi. Ular narx-navolar qanaqa ekan? 26 milliondan 22 milliongacha buqachalar bor. Ularni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bo'ylari 1.10, 1.15 plus minus atrofida. Bular savdosi qanaqa bo'lyapti? 22.5 dan 19 ta savdo bo'ldi. Telefon nomerlari qo'ysamizmi? 93 712 30 40. Akalar aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalar, narxlarni kelishtirib dastavkalarni qilib berishadi. Dastavkalarni qilib ham berishadi. Kimga mana shunaqa buqalar kerak bo'lsa, manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidan Chorva bozorida. Ana endi dehqonlardan so'ragan akalarimiz uchun dehqonlardan ko'rsatishni boshladik. Narxlari o'ta qulay variantlardan qani bo'lsa boshladik. Qaysi biri savdo bo'lyapti? 14 million so'mga akalar mashina savdosi bo'lib turgan joyidan. 14 million so'mga akalar savdosi bo'lyapti ekan. Bo'ylari 1.10 yo'mer chiqib qoladi. Aytilishini qancha deyapsiz? 18 million so'm kam bor ekan, 14 million so'm akalar savdo qilishyapti ekan. Qani bo'lsa bularni bir qator ko'rsatishni boshladik. Qancha deyapsiz buni? 34 qilishyapti chupini. 36 aytilyapti. Bularni bir qator ko'rsatib o'tamiz. 34 million so'mga kelar. 34 million so'mga kelar savdosi bo'lib turgan joyidan ekan. Telefon nomerlarini aytib berasiz. 94 088 1594. Akalar aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalar, narxlarni kelishtirib dastavkalarni ham qilib beriladi. Qancha deyapsiz buni? 17.5 kam bor. 16 million so'mga akalar mashina savdosi bo'lyapti ekan. Dehqonlardan so'ragan akalarimiz uchun mana bularni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bular qancha deyapsiz? Qancha deyapsiz bularni? 30 million kami bor ekan. Bozor qancha qildi? 13 million so'mdan ham akalar savdosi bo'lyapti ekan. Bularni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Qancha deyapsiz buni? 15 million kam bor. Telefon nomerlari qo'ysamizmi? Nomerimi? Yo'q. Telefon nomer qo'yilmasa kerak, men Shohidan bozor sotilib ketar ekan. Qancha deyapsiz? 17 million kam bor. Bozor qancha qildi? 15 million 500 ming so'mga akalar mashina savdosi bo'lib turgan joyi ekan. Bular qancha deyapsiz? Qo'shganga beramiz buni. Telefon nomerlari qo'ysa. 91 768 22 44. Akalar aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalar, narxlarni kelishtirib dastavkalar bor. O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalar bo'ldi. Narxlarni kelishtirib berishadi. Savdosi bo'lib turgan joyida. Hali bu degan yo'q, men qo'shtiryapman. Yetadi nima qo'yamiz ya? Qaysi biri savdo bo'lyapti? 17 million 500 ming so'mga akalar mashina savdosi bo'lib turibdi ekan. Hasanboy aka, bering. Yo'lda ertalabda yengil barakani olib kelishtiringlar. Mana 200 ming qo'shdim. 17 million 500 ming so'mga akalar mashina olaverigan savdosi bo'lyapti ekan. Ko'chga tushganda mol so'rang beraman. Tushgan molda. To'g'risi bunday qilib beradigan inson emasman. Mol so'rang beraman. Akalar mashina savdosi bo'lyapti ekan. Ola variantidan bo'ylari 1.10 yo'mer chiqib qoladi. Akalarimiz savdo qilib turishibdi. Shuratus. Yo'lda kelishtirib bering tog'a. Qani bo'lmasa endi bu yerdan dehqon akalardan ko'rsatishni boshladik.
Ular qancha deyapsiz? Narx qancha ekan? 15 million so'mga akalar kam bor ekan. Tam qora variantlardan so'ragan akalar uchun. Qancha deyapsiz buni? Qancha deyapsiz? 19 millionga akalar kam bor ekan. Bozor qancha qilyapti? Akalar 14 million 700 ming so'm savdosi bo'lib turgan joy. 14 million 700 ming so'mga akalar savdosi bo'lyapti ekan buni. Bo'ylari 1.5 1.10 atrofida chiqib qoladi. Qancha deyapsiz buni? Narx qancha ekan? Egasi yo'q ekan akalar buni. Bir qator ko'rsatib o'tib qo'yamiz. Qani bo'lmasa ana endi bu yordamimiz-ku yana bir bor ko'rsatishimizni boshladik. Dehqonlardan so'ragan akalarimiz uchun dehqonlardan ko'rsatish davom etamiz. Qancha deyapsiz buni? Qancha? 22 million so'mga akalar kami bor ekan. Bozor qancha qildi? 18 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Bo'ylari 1.15 atrofida chiqib qoladi. Qancha deyapsiz buni? 17.5 ham bor ekan akalar. Buni bir qator ko'rsatib o'tib qo'yamiz. O'sha tam qora variantlari. Manzil Namangan viloyati Turoqo'rg'on tuman Shohidan Chorva bozorida. Qani bo'lmasa biz bu yoqni ko'rsatishda davom etamiz. Qancha deyapsiz bularda? Chupiga 19 million so'mdan kami bor. Ularni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bozor qancha qildi? Akalar 17 million 200 ming so'mdan mashinalar savdosi bo'pti. Bo'ylari 1.15 kilo chiqib qoladi. 17 million 200 ming so'mdan savdosi bo'lib turgan joyi. Telefon nomerlari qolsamizmi? Aytaverasiz. 50lar. 724 46 akalar aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalar, narxlarni kelishtirib berishadi. Dastavkalari bor-a? Dastavkalarni kelishilgan holda qilib beriladi. Ana endi bu hisob-yo'qni ko'rsatish davom etamiz biz. Qaysi kanalga? Shuhratov. Buni qancha deyapsiz? 24 million so'm ozgina kam bor deyishyapti. Bozor qancha qildi? 21 million 500 ming so'mga akalar mashina savdosi bo'lyapti ekan. Buni zoti qanaqa ekan? Greenforce zotidan so'ragan akalarimiz uchun buni bir qator oyoq qo'llarni ko'rsatib o'tish davom etamiz. 24 million so'm kami bor. Degan Greenforce zotidan boqaman deb kutib turgan hojikalarimiz uchun narxlari ham o'ta qulay bo'ladi. Manzilimiz Namangan viloyati Turoqo'rg'on tumani Shohidan Chorva bozorida turibdi. Telefon nomerlar aytaveramizmi? Telefon nomerlar aytilmaydi, bozorga sotilmaydi ekan. Akalar mana bir qator ko'rsatib o'tamiz. Qani bo'lmasa ana endi bu yo'g'ini ko'rsatishda biz davom etamiz. Dehqon akalardan so'ragan akalarimiz uchun yana bir bor ko'rsatishda boshladik. Narx qancha ekan buni? 18 million so'mga akalar kami bor ekan. Bozor qancha qilyapti? 16 million 300 ming so'mga savdosi bo'lib turgan joydan ekan akalar. O'ylab 15 atrofida, lekin ozgina ariqroq variantidan ozgina tejavarish kerak ekan buni. Ana bo'lmasa bu yo'g'ini ko'rsatishda boshladik. Narx qancha ekan? 24 million kami bor. Bozor qancha qildi? 21 million so'mga akalar mashina savdosi bo'libdi. Shvet zotidan boqaman degan akalarimiz uchun. Bu qancha ekan? Buni ham 24 million so'mga akalar kam bor ekan. Shvet variantidan boqaman deb so'rayotgan akalar uchun. Narxini savdoni qancha qilishdi? 20 million so'mga akalar mashina savdosi bo'lyapti ekan. Bo'ylari 1.5 plus 1.10 atrofida chiqib qoladi. Qancha ekan bular? 45 kam bu chupi. Bo'ylari 1.15 plus atrofida chiqib qoladi. Bozor qancha qildi? Qancha? 38 savdosi bo'ldi. Telefon nomerlari qolsamizmi? Bozorda sotilib ketadi. Qancha ekan bu? 20 million kam. 20 million kam. Bozor qancha qildi? 18 million. 18 million so'mga savdosi bo'lyapti ekan. Ozgina ariqroq va sifat xunukroq varianti, lekin suyakli variantidan yemga tayyor variantlari. Yemga tayyor variantida olaman degan akalarimiz uchun.
Sizlar bugungi videomizga yakun yasaymiz. Video davomida xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymizga. Bugungi videomizga yakun yasaymiz. Kanalimizga bittadan like bosib bizni kuzatishda davom eting deb qolamiz. Qani bo'lmasa keyingi videolarda ko'rishguncha.